أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nı tüketip Sure Ali İmran'a geldik. Sure Ali İmran Kur'an-ı Kerim'de Surlarning tartibi bo'yicha 3-chi sura. Bu Madinada nozil bo'lgan sura deydi. 200 oyat. Anfal surasidan keyin nozil bo'lgan ekan. Bu sura Ali Imron o'ziga olgan mazmunlar yig'inchoqlab aytganda nimalardan iborat degan chog'da bu sura dinning aqida sohasi va shariat sohasini o'ziga olgan deydi. Aqida sohasida aqida borasida bu sura Ali Imronlik oyatlar Alloh taoloning birligi, ya'ni Allohning vahdaniyati, payg'ambarlik, Qur'oni Karimning rost ekanligi, shundoqla ahli kitoblarning Qur'oni Karimning va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning atrofida tarqatgan shubhalarni botil qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan deydi. Shundoqla Allohning nazarida haqiqiy maqbul bo'lgan dinninki islom dini ekanligini o'z ichiga olgan, shuni e'lon qilish mazmunini o'z ichiga olgan deydi. Va yana shundoqla Nasaralarning Masih alayhissalom, ya'ni Isa alayhissalomning sha'ni haqida va Isa alayhissalomning iloh deganligi haqida va islom dinining risolatini yolg'on chiqarganligi haqidagi shunday da'volar bilan munoqish qilgan, ya'ni ep bo'lgan bas munozirlarni o'z ichiga olgan. Sura Baqara bo'lsa Yahudiylar bilan ularningki qabihliklari va turli tuman jinoyatlarini so'zlab ular bilan ep bo'lgan munozirlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, Sura Baqaraning 3dan 1dan ko'proq yerda shu mazmun so'zlangan hamda. Ma Sura Al Imronninki yarmiga yaqin yerda Nasaralar bilan bo'lgan bas munozirlar va shularning ahvoli haqidagi mazmunlar so'zlangan deydi. Endi shariatning furuat masalalari haqidagi bu sura o'z ichiga olgan mazmunlar nima degan chog'da hajning farz ekanligi, jihodning farz ekanligi, jazoning harom qilinganligi va zakotni ma'ni qilganlarning jazosi qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan deydi. Shundoqla Badr g'azoti va Uhud g'azotidan ilingan ba'zi ibrat va vaz-nasihatlarni o'z ichiga olgan va nifoq ahlininki maydonini tanqidlash qatorliq mushuna mazmunlarni o'z ichiga olgan deydi. Endi bu sura Ali Imronning fazilatiga kelsak, Navas ibn Sam'an roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shunday ekan: "Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mundoq deganini anglagan" deydi. Qiyomat kunisi Qur'oni Karim keltirildi va Qur'oni Karimga amal qilgan shu Qur'on o'qigan kishilarni keltirildi. Uning oldiga sura Baqara bilan sura Ali Imron oldiga o'tadi degan ekan. Shu Qur'on o'qigan odamning oldiga sen meni o'qiganding deb mana oldida turdi demoqchi. Yana bir hadisda Abu Umama al-Bahili roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shunday degan ekan: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan. Sizlar Qur'oni Karimni o'qinglar. Haqiqatan Qur'oni Karim qiyomat kuni o'zini o'qigan kishilarga shafoat qilgan holatda keladi. Sizlar ikki nurliq surani o'qinglar. Bu ikki nurliq sura Sura Baqara va Sura Ali Imrondir. Bu ikki sura qiyomat kunisi noati quyuq ikkini bulutlardek yoki sap-sap bo'lib uchgan ikki qushlar to'pidek bo'lib o'sha keladi debdi. Kelgandan keyin shu surani o'qigan kishilarga hujjat bo'ladi ekan. Bizni shu qiyomat kuni biz o'qigan deb Alloh taolo shu ikki surani shu o'qigan kishilarga hujjat qilib berdi ekan. Sizlar sura Baqarani o'qinglar. Bu sura Baqarani o'qish barakatdir. Bu surani o'qimay tashlab qo'yish hasratdir va bu sura Baqaraga sehrgarlar qodir bo'lolmaydi degan mushta hadis bor. Demak, sura Baqara bilan sura Ali Imronniki fazilati mushta cho'ng hamda.
Bu ikki sura yine Zehraveyn deb atalgan. Nurluq. İşte ikki sura deganlik bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Yine bu Elif Lam Mim degan Qur'oni Karimda 29 yerde, 29 surada 5'ida shunday harflar bilan boshlangan. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra deb. Muşlarning hammasidagi maqsadni, nimaning iroda qilinganligini Alloh o'zining obdan bilguchidir deydi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. U Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, maxluqotni idora qilib turguchidir. Nazzala alayka kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi va anzala at-taurata val injil. Ey Muhammad, o'zidan ilgirki kitoblarni tasdiq qiluvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Alloh sana nozil qildi. Ilgari kishilarga yo'l ko'rsatuvchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Ya'ni al-kitoba maqsad al-Qur'on. Nozil qildi sana Muhammad alayhissalom, Alloh taolo sana kitobni nozil qildi, ya'ni Qur'oni Karimni nozil qildi. Mutabisan bil haqq demoqchi ekan. Haq bilan aralashgan holatdagi kitobni, ya'ni haqni o'ziga olgan o'sha bir kitobni nozil qildi. Ya'ni o'zining xabarlarida rost bo'lgan o'sha al-haqdan maqsad bergan xabarlaring hammasi rost bo'lgan. Oshunda haqni o'ziga olgan kitobni nozil qildi demoqchi. Musaddiqan lima bayna yaday. O'zidan ilgirki kitoblarni tasdiq qiluvchi bo'lgan holatdagi. Va anzalat tavrata va injil. Va Alloh taolo Tavratni va Injilni nozil qildi. Min qablu hudal lin-nasi va anzala al-furqan. Innal ladhina kafaru bi ayati Allahi lahum azabun shadid wallahu azizun zu intiqam. Haq bilan botilni ayiruvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh g'olibdir, yomonlarni jazolag'uchidir. Min qablu degan min qabli tanzilihi. Shu Qur'oni Karimni nozil qilishdan ilgari Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi demoqchi. Hudan degan hol, ya'ni hidoyat qilguvchi ikki kitob demoqchi bu yerda. Ya'ni hadiyayni minad dalala. Tavrat bilan Injil ozg'unlikdan kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklovchi bo'lgan holatdagi kitoblar edi demoqchi. Linnasi, ya'ni mimman tabi'ahuma. Shu ikki kitobga ergashganlarning ichidagi insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qilib nozil qilgan edi. Bu yerda Tavrat bilan Injilda anzala degan iboratni ishlatgan deydi. Qur'oni Karimda bo'lsa nazzala degan iboratni ishlatgan. Bunga maqsad nima degan chaqda? Nazzala degan ibora, ya'ni pochma-pocha, bosqichma-bosqichga bilib nozil qildi degan ma'noni uqtirdi. Al-muqtadi lit-takrir. Shunashqa nazzala degan iboratni ishlatgan. Ammo Tavrat bilan Injilda anzala degan iboratni ishlatishi, bu anzala degan bir qatimda nozil qildi degan ma'noni uqtirdi ekan. Nazzalaning xilofida deydi. Ya'ni unzila daf'atan wahidatan. Chunki u ikki kitob Qur'oni Karimga o'xshash bosqichma-bosqichga bo'lib bunda 20 yil jarayonida tushilgan emas, balki bir qatimda tushirpagan Alloh taolo. Shunashqa anzala deb degan iboratni ishlatdi demoqchi ekan. Va anzalal furqon. Va Alloh taolo Furqonni nozil qildi. Furqon degan haq bilan botilning orasini ayiruvchi kitoblar. Ya'ni ilgirki Qur'on, Tavrat, Injil hammasini o'ziga oldi demoqchi bu yerda. Bu Furqon degan so'zni ilgirki 3 kitobni zikr qilib bo'lgandan keyin zikr qildi. Liya'umma ma'adaha. Va uning boshqasining hammani o'ziga erishgan deydi. Ya'ni Alloh taolo nozil qilgan kitoblarning hammasi, ya'ni haq bilan botilni ayiruvchi kitoblardir.
demoqchi. İnnellezîne keferû bi âyâtillâh. Haqiqatan Allohning oyatlariga kufrlik qiluvchilar, ya'ni Qur'onga va Qur'onning g'ayriga. Ular uchun qattiq azob bordir. Vallohu azizun. Alloh g'olibdir. G'olibun ala amrihi. Fala yemna'uhu shay'un min injazi va'dihi va va'idihi. Alloh taolo o'zining ishida g'alaba qilg'uchidir. Cheklab qo'ymaydi Alloh taoloni hech qanday bir narsa Allohning va'dasi va ogohlantirishlarini amalga oshirishdan. Yani Allah Teala onun özünün işide galiba kılgıcı zat doğru demek şu. Zuntiqam. Yani Allah Teala qattiq azaplıqçıdır. Özüge asilik kılgıçlarını. La yaqdiru ala misliha ahadun. O azapның o'xshiga hech bir kishi qodir bo'lolmaydi. Yani hech qanday bir ahadi qodir bo'lolmaydigan darajada Alloh taolo işte qattiq jazolag'uchidir. Allohning rahmati işte keng zot. Agar Alloh jazolab qolsa, jazosi mana shunday qattiq ig'ir bo'lgan zot to'g'ri demoqchi edi. Alloh taolo bizlarni o'zini jazolashdan saqlasin. Allohning rahmatini so'raymiz. Innalloha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi va la fis samaa. Va la fis samaa. Haqiqatan Alloh taolo maxfiy qilmaydi Allohga zamindagi va osmondagi hech narsa. Shubhisizki, osmon va zamindagi hech narsa Allohga maxfiy emasdir. Şey'un degan şey'un kainun demek ekan. Li'ilmihi bima yaqa'u fil alem min kulliyin ve cüz'iyyin. Alemdeki kulliyini bütün bir gavd bo'lgan narsa bo'lsin va juz'iy narsa bo'lsin, parcha-parcha narsa bo'lsin, Alloh taolo hamma narsani olamdagi ham yuz bergan hamma narsani bilib turganligi uchun yine hech narsa maxfiy qolmaydi demoqchi. Bu yerda osmon zaminni alayda xos qilib keltirdi. Nima uchun desa, chunki his tuyg'u ikkisidan o'tib ketmaydi. İnsanların his tuyg'usi shu osmon bilan zaminni bilalaydi demoqchi bu yerdan. Ko'pincha vaqtda. Huvallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huval azizul hakim. U Alloh taolo surat kirgizdi sizlarni rahmlarda o'zi xohlagan bo'yicha. U Alloh sizlarni bachadonlarda, ya'ni onanglarning qo'risqidagi cheg'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ya'ni erkak yoki ayol, oq tanlik yo qora tanlik va undan boshqa shunda ahvollarning hammasida o'zi xohlagan bo'yicha surat kirgizdi. U Allohdan boshqa iloh yo'qdir. U Alloh azizdir. Yani o'zining podshohligida g'olibdir. Al-Hakim o'zining qilgan qilmishlarida hikmat bilan ish qiluvchidir. Huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. U Alloh sana kitobni nozil qildi. Kitobni ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam ya'ni ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitobning ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafs xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmni to'shqanlar aytadiki, uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalarilar tushunadi deydi. Ayatun muhkamatun degan vodihatud dalala, yani dalolatdan ochiq bo'lgan. Bir o'qish bilanla tushunganga bo'ladigan mushtaq oyatlarni ko'rsatdi ekan. Yani Alloh taolo kitobni nozil qildi, u kitobning ichida muhkam oyatlar bor. U muhkam oyatlar bo'lsa, kitobning onasidir. Ya'ni kitobning ahkamlarda uningga mu'tamad qilinadigan, uningga tayiniladigan, ya'ni asli asosiy yiltizidir demoqchi. Ve uharu muteşabihatun ve başka yine muteşabih ayetler var. La tufhamu maaniha ke availi suvar.
Ba'zi surlarning beshida kelgan oyatlarga o'xshash uning ma'nisi tushunilmaydigan bundaq oyatlar bor. Ya'ni mushuni mutashabih oyat deydi ekanmiz. Va ja'alahu kullahu muhkaman. Yana bir oyatda Alloh taolo mushu oyatlarning hammasini muhkam oyatlar deb sanagan deydi. Yani, uhkimat oyatuhu degan surada, degan oyatda. Yani bima'na bu yer uhkimat oyatuhu deganning ma'nosi bu oyatning ma'nosi u Qur'onda hech qanday ayb yo'q degan bo'ldi ekan. Yana bir oyatda e, Alloh taolo oyatlarning hammasini mutashabih oyatlar deb sanagan deydi. Kitabim mutashabihan. Kitabim mutashabihan bo'lgan ekan, ya'ni mutashabih bo'lgan kitobni tushirdi degan bo'ldi. Bu chog'da shu kitobning hammasi mutashabih degan bir ma'no tushunilib qoldi dastlabda. Bu yerdagi ma'no nima desa, amaliyotdagi ma'nosi yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni va sidqi degan bo'ldi ekan. Ya'ni go'zallikda va rost ekanligida uning ba'zi o'xshaydi degan ma'noda. Nima va Qur'oni Karimda lafz o'xshash bo'lsa-mu, uqtirilgan ma'nosi boshqa. Mushta oyatda, mushta so'zda jiqqimni demoqchi bo'ldim. Yuqoridagi oyatniki davomiga kelsak, fa ammallazina fi qulubihim zayghun. Ammo qalblarida ozg'unlik bo'lgan kishilar, ya'ni haqdan moyil bo'lib ketish bo'lgan mushta kishilar, agishli ular osh Qur'ondan o'ziga mutashabih bo'lgan mutashabih oyatlar deb boshda biz so'zlab o'tgan tiqimni. Ya'ni ma'nisi qarablar tushungiga olmaydigan. Mushta mutashabih oyatlarga erishib turib oldi. Nima uchun desa, fitnani izlab, fitnani talab qilib qoldi. Qasddan ashta fitnani qo'zg'ash uchun ashta qildi o'yin. Li jahlihim bi wuqu'ihim fi shubhati val labsi. Ularning shubhilarga va ozg'unliklarga kirib qolganligi bilan, bilmaganligi uchun, jahil bo'lganligi uchun mushtaq qiladi o'yin. Va ibtiqo'a ta'wili. Yen bir maqsadi ularningki, shu oyatlarning tafsiri qilishni maqsad qilib turib ashta agishadi deydi. Amaliyat uni tafsirini da bilmaydi-ki. Va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh. Uning tafsirini bo'lsa, faqat Alloh taolo o'zi yolg'iz biladi. Va rasikhuna fil ilmi. Endi uning tafsirini faqat Alloh biladi va ilmni toshqinlar biladi deganlik emas. Ma va rasikhuna ma ilgirkisidan ayrim gap demoqchi edim. Endi ilmda toshqinlar, ilmda ya'ni mustahkam bo'lgan ilmi bir mutamakkin bo'lgan bunday kishilar bo'lsa, qanday bo'ldi desa, ular amanna bihi kullun min indi robbina deb mundaq deydi. Ya'ni varrasikhuna degan jumlaning egasi deydi, yangidan boshlangan jumla. Uning xabari yaquluna amanna bih. Biz iymon etdik u oyatlarga, ya'ni mutashabih oyatlarning hammasiga iymon etdik. Uning hammasi Alloh taolo tomonidan kelgandir. Uning ma'nosini biz bilmaymiz deb ashta aytadi. Kullun, yine kulluhum, yani şu ayetlerin hemmisi muhkem ayetler, mutashabih ayetler, aşağının hemmisi Perverdigarımız tarafından kelgen doğru dep ula aşta aytıdı. Ve ma yezzekkeru illa ulul elbab. Hem de fakat akıl ilgililerle veznasiyet alıdı. Yani yezzekkeru degen asli yetezekkeru. Ta asildeki ta zalgı idgam kılınıp ketken. Şuna yezzekkeru olgun. Ulul elbab degan ashabul uqul degan bo'lgan. Va ular yana shunda deydiki, ash mutashabih oyatlarga ergashgan kishilarni ko'rsa, shunda deydi ekan, ya'ni o'zlariningmi shu ezib ketmasligini Allohdan so'rab, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab deb mushtaq aytdi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganidan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burvatmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekmo beg'ishlag'uchisan. Robbana la tuzigh qulubana degan tumilha. Yine qalblarimizni moyil qilib etmagin haqdan. Bizga
ağaçlarning qalblarini mayil qilib o'tganingdek bizga loyiq bo'lmaydigan narsani tavil qilishni talab qilib ashuni izlab turib haqdan qalblarimiz burilib ketadigan bunda ahvolga bizni tushirib qo'ymag'in demoqchi ekan. Ba'da id hadaytana bizni to'g'ri yo'lga boshlab bo'lgandan keyin vahab lana min ladunka rahma va bizga o'z dargohingdan bir rahmat beg'ishlagin. Hab bo'lgan ekan, ya'ni a'tina deb vahab lana. Ya'ni bizga shunda rahmatni hadiya qilib bergan, beg'ishlagin demoqchi bu yerda. Rahmatan, tasbitan, ya'ni muqim bo'lgan qalblarimizga o'rnaydigan shunda bir rahmatni beg'ishlagin. Innaka antal vahhab. Haqiqatan sen ko'p ato qiluvchi, beg'ishlaguvchi zot tursan. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fih. Parvardigorimiz haqiqatan sen kishilarni jami yiqijudursan shunda bir kunguki yo'q shak u kunda. Tajma'uhum yani jami'un nas jami qilsan, yig'isan ularni shunda bir kunda u kunning bo'lishida shak yo'q. U kun bo'lsin qiyomat kunidir. Jazolaysan ularni, ya'ni ularga jazo yoki mukofot bersan, ularning amallariga yarasha. Kama va'adta bidalika. Xuddi buningga va'da qilganingdek. Innalloha la yuxliful mi'ad. Haqiqatan Alloh taolo va'dasiga xiloflik qilmaydi. Al mi'ad yani mav'idahu, yani va'dasiga, va'da qilgan ishqa. Bil ba'si, yani qayt insonlarning hammasini qiyomat kuni qayta tirildirman degan shu va'dasiga xiloflik qilmaydi demoqchi. Buningda xitobdan iltifot qilish bor deydi. Beshida innaka antal vahhab, innaka jami'un nas yawmin la rayba fih deb ikkinchi shaxsni so'zlab ketib, va oxirida innalloha la yuxliful mi'ad deb uchinchi shaxsga yetkazdi. Buning maqsadi nima bo'lsa, u innalloha la yuxliful mi'ad degan Alloh taoloning kalomidan bo'lishi mumkin deydi birsi. Val g'aradu min ad-du'a. Mushta duo qilishga g'araz maqsad nima degan chog'da shuning bilan duo qilishgan. Ularning butun g'amininki oxirat ishi ekanligini bayon qilishdir deydi. Shuningdek ular yine haqiqiy ilmga to'shqanlarninki butun g'ami yine dunyo bo'lmasdan faqat birdan bir g'ami shu oxiratning g'ami bo'ladi. O'sha g'am bo'lgan kishilar demak. Haqiqiy ilmga to'shqanlarning sifatini biz deb turibdim. Shuning uchun ular hidoyatning ustida mustahkam turishni Allohdan so'radi. Shu hidoyatning savobiga yetish uchun deydi. İmam Buxoriy va Imom Muslim ikki shayx Oysha radhiyallohu anhadan uning mundoq deganligini rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oyatni tilovat qildi. Yani huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun degan oyatni oxirgacha tilovat qilib mundoq degan edi. Fa idza ra'aytum agar sizlar ashla mutashabih oyatlarga ergishib o'tgan kishilarni ko'rsanglar, shular bo'lsa Alloh taolo kitobida atagan kishilar shudir. Ulardan hazır aylanglar degan. İmam Tabari al-Kabir degan kitobda rivoyat qildiki, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan. Ma akhafu ala ummati illa thalatha khilalin. Qo'rqmayman men ummatimdan faqat 3 xislatdan qo'rqayman. 3 xil ahvoldan qo'rqayman degan. Shu 3 xil ahvolning qatoridan zikr qildiki, ularga kitob echiladi. Kitob echilsa, mu'min o kitobni tutadi. Qabul qiladi, yabtag'i ta'wilahu. Uning kitobni ta'vil qilishni maqsad qilib qabul qildi. Ham bu kitobningki haqiqiy ashuna mutashabih oyatlarning ta'vilini faqat Alloh taolo o'zi biladi dedi. Demak, payg'ambar alayhisalom ummatimdan qo'rqiydigan ishlar birisi mushu deb bergan ekan. Shu Qur'onni echib, Qur'ondagi insonlar ma'nosini tushunib olmaydigan mutashabih oyatlarni tafsir qilaman deb shunga tutish qilib qolsa, bu xatarlik ahvol demoqchi. Ezib ketish kelib chiqdi bundan bilan. Varrasixuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Endi ilmni to'shqan, ilmda haqiqiy mutamakkin bo'lgan mundaq olimlar deydiki, amanna bih kullun min indi robbina. Va ma yadhakkaru illa ulul albab. Da mushtaq deydi. Yani haqiqiy ilmni to'shqanlarning sifati mushtaq ekan. Parvardigorimiz biz uning iymon etdik. Uning hammasi
Rabbimizning tarafidan kelgandir. Faqat aql egalarilar vazn nasihat oladi deb ma'nisini tushunilmaydigan mutashabih oyatlar kelgan vaqtda mushlar deyishimiz kerak ekanda. Alloh taolo hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. Qur'oni Karimni haqiqiy Alloh va Allohning rasuli talab qilmoqchi tushunib shunga amal qilishimizni nasib qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.